Oilada kelinni hurmat qilmasligini 5 ta faktda yaxshilab eshitamiz. Birinchi fakt, конечно же, erga bog'ishli. Er qachonki oilasini krugida xotiniga haqorat bersa yoki biron zamechание qilsa, bu degani u oilada hech qachon kelinni hurmat qilinmaydi. Chunki eri ko'rsatib beryapti, что meni xotinimni mana bunday qilib haqorat qilish mumkin. Ikkinchi fakt, bu qachonki qaynopa, qaynsingillar kelinga buyruq sifatida biron nima qilishni aytish. To'yis yangamlar mana buni qilib bering iltimos yoki kelinjon iltimos mana buni qilib bering, yordam bering emas, mana buni qilib qo'ying. Onam aytdilar, mana buni qiling. Shunaqa tarzda. Uchinchi fakt, oilada qanaqadir muhim narsalarni obsуждать qilgan paytda sizdan hech kim hech nimani so'ramaydi, даже aytmaydilar. Например, qanaqadir marosimlar, tug'ilgan kunlar bo'ladi, qayerda nima nishonlashni o'zlari hal qiladilar, lekin nimadir pishirish bo'lsa, siz pishirasiz, mana buni pishirasiz, ana uni pishirasiz, mana bu produktlarni biz olib ketiramiz. И всё. To'rtinchi fakt, bu qachonki siz eringiz bilan mabodo urushib qolsangiz va buni oila a'zolari eshitib qolsalar, yugurib kelib birinchi bo'lib o'g'illarni taraflarini oladilar. Akalarnimi, ukalarimi, so'ramno kelib chiqib bu gaplardan faqat siz vinovat bo'lasiz. Va oxirgi fakt, bu ko'p kishi uchun может mелочьda ko'rinadi, lekin kelinlar yozinglar, bu bizlar uchun muhim. Qachonki sizni qaynotangiz или aka-ukalari eringizni qanaqadir bayramlarga даже bitta mелочь shokoladka или nimadir berib поздравить qilmasliklari, bu конечно же ochib. Chunki men ko'rgan kelinlar va men o'zim ham har qanaqadir bayramga mani qaynotam yo'q, qaynonamni xursand qilishga harakat qilaman. Lekin kelinlarga hech kim hech nima olib bermaydi. Eri olib beryapti-ku, o'sha bas deyishadi. Lekin bizlar uchun bu juda ham katta rol o'ynaydi. Faktni aytingiz, lekin yechimi nimada desalar, bu narsani yechimi yo'q. Chunki bizda odamlar otdan tushsa ham egardan hech qachon tushmaydi.